Barchalarga assalomu alaykum. Biz hozir yana FC Mobile'da Open Pack qilamiz. Bu videoni boshlashimdan oldin bu videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, men bu videoni boshladim. Xo'sh, birinchi bo'lib bitta o'ntalikdan ochamiz. Normali yurmadi, adashmasam shu 114 yo 115 o'yinchi. Xo'sh, hop bisidimi? Chelsea kim? 114. Da, 114. 114 o'yinchi orqasida 113 Grimaldo. But o'yinchilar. Hozir yana 4 ta draft tokenni olib, 4 tasiga ham ochaveramiz. Bittaliklardan lekin normal o'yinchi ushashimiz ham mumkin. Taktika qilib ochib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi tushib qolsa, lekin zo'r bo'lar edi. Xo'sh, 4 ta draft. Mayli, birinchi bo'lib akkauntimizni bot qo'yamiz. Bitta darvozabonga bitta bot qo'yib qo'ysak bo'ldi. Bitta darvozaga bitta bot qo'yib chiqib ketamiz. O'shanda normal o'yinchi tushadi deb o'ylayman. Xo'sh, kafoga kirib like bosib chiqib ketamiz. Или shuni Maldiniga ham qilamiz. Maldini statiskalari vasho zo'r. Eng yaxshi zashnilardan bittasi deb o'ylayman. Bo'lmasa birinchi bittaligimizni ochamiz. Xo'sh, Alovarin. Shu Alovarin ham tushib qolsa, lekin juda ham zo'r bo'lardi. U yurdi yangi o'yinchi lekin bot. Yangi o'yinchi lekin bot. 140 yurdi bu, adashmasam. Yurdi 113 yoki 114. Argentina Sam Como 114. Yaxshi, lekin 114. Endi taktika qilib qilamiz. Endi Pedriga ham qilib chiqamiz endi. 2 ta dona qoldi bizda. 2 ta dona qoldi. U yurdi, tushgan o'yinchi lekin 114 o'yinchi. 10 talikdan bizga tushdi. 114 o'yinchi. Bitta qoldi, bittani ham shunday ochaveramiz bo'ldi. Yurmadi bot o'yinchi, 110 bot o'yinchi. Biz hozir endi srazu bitta 30 mingtalik pakdan ochamiz. 96 mingta extra time tokeni bor. 114 Diaz'ni olamiz. Albatta bu yoqda 114 Diaz'ni olamiz. Ronaldo tushib qolsa, lekin juda ham zo'r bo'lardi. Endi Star Scout'dan ochamiz, lekin Star Scout'dan bitta darvozabon tushib bersa, vasho zo'r bo'lardi. Bitta darvozabon kerak bizga. 114 Dudek tushib bersa, hajaba zo'r bo'lardi. 114, 115 bo'lsa olamiz, lekin 113 bo'lsa olmaymiz. 114 yoki 115 bo'lsa olamiz, 113 bo'lsa olmaymiz. Bular kerak emas. Xo'sh. Bitta Dudek tushib bersa, hajaba Dudek. Pickford bor. Tamam. Davom etamiz bu yerda, chunki normal o'yinchilar bor. 113 vashe kerak emas. 113 vashe kerak emas hozir bizga. Shuning uchun almashtirib yuboramiz. 58 mingta qoldi. 114 yo 115 o'yinchi usha olamiz bularga. Usha olamiz deb o'ylayman. Xo'sh, 113 o'yinchi kerak emas bizga hozir. 113 o'yinchi vashe kerak emas. 114 yo 115 bersa olaverardi, lekin 113. Yana 113 chiqadi. Yana 113 chiqadi. Nima bu? 113 o'yinchi vashe kerak emas hozir bizga.
Xo'sh. Mana shu oxirgisi deb o'ylayman. Bundan keyin 4 mingtalik paklardan ochaveramiz. 113 bo'ldi, kerak emas. Endi 4 mingtalik paklardan ochaveramiz qolganiga. 4 mingtalikdan hajabi 114 o'yinchi ochib bersa ham zo'r bo'lardi. 111 olamiz. Albatta bu yerda 111 olamiz. Xo'sh. 110 olamiz. Davay 113, 114, 115 lar bor. 114 yo 115 bersa vashcha zo'r bo'lardi. 112 ni olamiz. 112 o'yinchi yaxshi. Hozirchalik yaxshi. 22 mingta qoldi hozir bizada. 111 Gokers vashcha zo'r. Bizga darvozabon kerakligi uchun 109 olamiz. Chunki Seta bor. Setada Mbappe bor. Xo'sh. 109 olamiz. Normal o'yinchilar tushmayapti-da hozir. Buni minimal o'yinchilar beryapti. 110 olamiz. Davay 115 o'yinchi ber bitta. Bitta 115 o'yinchi ber iltimos. 10 mingta qoldi, ya'ni 2 marta ocha olamiz. 2 marta ocha olamiz atigi. Lukaku. Sistemaga olamiz. Bitta ochsak bo'ldi, davay. 115 o'yinchi. 111 Gokers olamiz. 112 ni olish kerak. Bo'ldi, chiqib, endi bu yoqdan ekstra timedan tushgan o'yinchilarimizni olamiz. Maksimum bitta 114 Diazni oldik ekstra timedan. Qolgan Poni hammasi bot o'yinchi. Xo'sh, darvozamizga 109 ni qo'yamiz. Kamga buni qo'ysak 114, darvozaga o'rimiz 112 da 113 bo'ldi. Hozir yana ko'tarishga harakat qilamiz. Mana shuni o'rniga qo'yib qo'yamiz. Lukaku ko'tarilmayapti. 114 qilishimiz kerak hozir. O'rni sabaga buni qo'yib qo'yamiz, lekin hali ham 114 bo'lgani yo'q. Zaminni o'yinchilarni chopib turamiz. Bitta auto qo'ysak bo'ldi. Hammasi o'zini joyiga keladi. Keldi. Bo'ldi. 114 over ham bo'ldi bizda. Yo'q, Oven Barkola ili Benzemani biz zaminga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi normal tarkib bo'ldi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bu videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.